Zor mag'lubiyat. Avtori Zbigniew Brzezinski. 20-asrdagi kommunizmning gullanishi va halokati. 10-bob ijtimoiy ittifoqlikdan siyosiy ko'pxillikgacha. Siyosiy turmushning asliga kelishi kommunizmning Polshada talto'kis mag'lub bo'lganligidan derak berdi. Necha 10 yildan buyanqi Sovet ittifoqi tajribalarini do'rash tirishchanligining yo'q chiqqanligidan derak berdi. Polsha Kompartiya hokimiyatining hokim mutlaq hukmronlik davrining talto'kis oyoqlashganligidan derak berdi. Kompartiya hokimiyati yanala hokimiyat yurgizayotdi. Hatto monopol hukmronligini yurgizayotdi. Әмді bu davlatning siyosiy turmushini monopol qila olmaydi. Bundaq siyosiy turmushning alaydiligi haqiqiy yo'sinda mustaqil mavjud bo'lib turish bo'lib, kommunizm siyosatining kontrolligiga uchramaydi. Butunlay maxfiy faoliyatdan yerim oshkora siyosiy munoziraga, klublar faoliyatiga, hatto kuch ko'rsatish namoyishlarigacha tortib har xil shakllarda o'zini ifodalaydi. 1981 yil 12 oyda yo'lga qo'yilgan harbiy boshqarish tuzilmasi halqiliq katalizatorlik rolini o'ynadi. Nurg'unlagan maxfiy nashr buyumlarining tashqin suyidagi yamirishini ilgari surdi. Maxfiy manba ta'minlagan mundarjilarga asoslanganda 1981 yilning oxiridan 1987 yilning oxirigacha bo'lgan mezgilda taxminan 1500 xil maxfiy jurnal, taxminan 2400 xil kitob va qo'llanmalar nashr qilinib tarqatilgan. Siyosiy turmushning asliga kelishi yana zo'r miqdordagi maxfiy siyosiy tashkilotlarning maydonga kelishini ilgari surdi. Bu siyosiy tashkilotlar ichida Solchil Sotsial Demokratchilar partiyasi, mutassibrak bo'lgan Katolik dini tashkiloti va hatto Oshqun millatchi o'ngchilar guruhi qatorliqlar bor edi. Maxfiy matbuot sohasining qilgan atganlari faqatla Kompartiya va hokim mutlaqlik hukmronligiga qarshi turish bilan cheklanib qolmasdan, yana bir qism maxfiy tashkilotlarning maxfiy tadqiqot kollektivlari tuzgan siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy islohotga oid umumyuzlik programma va konkret loyihalarni butun dunyoga oshkorildi. Amaliyotda davlat ekologiyasining buzilishi, Polsha yezigiligining qaloqligi hamda sanoat tarmoqlaridagi tashkillash va boshqarishdagi xalqiliq masalalarda Polsha avtonomiyalik siyosiy guruhlaridagi mutafakkirlarning qarshi hukumatning tashabbusidan texmo oqlani bo'ldi. Bu kommunizmning 80-yillarning o'rtalariga borganda kishilarning ishonchidan qilishi, kishilarning umumyuzlik holda Polsha hukumatini faqatla Sovet ittifoqi tuzilmasini do'ravatgan yaramsiz hukumat deb qardi. Mutaxassislarmi mustaqil, hatto maxfiy tashkilotlar bilan hamkorlashish, hukumat bilan bordi keldi qilgan qaraganda texmi izzat obro'yliq deb qardi. Siyosiy turmushning asliga kelishi o'xshashla Kompartiya hokimiyatidan burunqi an'anaviy siyosiy mezgillarning o'xshamagan shaklda qaytadan maydonga kelishidan derak berdi. Oldi bilan eng jonliq va ko'rinarli bo'lgani hozirgi hokimiyatning o'zida shakllangan har xil ijtimoiy demokratik guruhlar edi. Ümidsizlangan sobiq kommunizm faoliyatchilari hatto burunqi stalinizmchi asabiy unsurlarning ideyasidami o'zliksiz o'zgarish bo'layotdi. Ular sotsial demokratizmlar ondan mavjud bo'lib turayotgan ijtimoiy kasallarni va ijtimoiy barobarsizlikni davolaydigan shifoliq dori deb qaraydi. Ular urushdan burunqi Polsha Sotsial partiyasining mo'l tajribalarini qabul qilib, partiyaning hayot a'zolaridan foydalanish orqali hozirgi yurgizilayotgan tuzilmaning o'rnini ola oladigan sotsializmni asliga keltirish edi.
Ular marksizmlik ideyaviy xohishga ega bo'lib, nisbatan ochiq yo'riq bo'lgan kompartiya byurokratlarini sig'dira oladi. Ularning mavjudligi shu sabablik cheklik qonunlikqa erishdi. Gerçi saqchilar özlüksiz turda to'sqinlik qilib to'simi, demokratik harakat solchilari yanada g'alabalik holda ishchilar qo'g'dinish komitetini qurdi. Komitetning qurilishi ziyolilar bilan ishchilar ittifoqining boshlanganligidan derak berdi hamda ittifoq ishchilar uyushmasining dunyoga kelishini ilgari surdi. İttifaq ishchilar uyushmasining barliq kelishi hal qilg'uch tarixiy ahamiyatga ega. U Stalin davrida rəhimsizlarcha bostirilgan har xil siyosiy tashkilotlarning qaytadan bosh ko'tarish uchun yo'l ochib berdi. Bu guruhlarning nuqtai nazarlari bir-biriga o'xshamaydi. Ba'zilari urushdan burungi Polsha doisi marshal Jozef Pilsudskining tashabbusida ching turadi. Milliy mustaqillikni ta'kidlaydi. Ukraina, Litva, Belarusiyadek ezilgan millatlar bilan birlashib Moskvaga qarshi turishni ta'kidlaydi. Ba'zilar urushdan ilgirki mutahassib nazariyachi Roman Dovneskiyning ta'limotiga ishonadi. Bu ta'limot kuchlik millatchilik engiga ega bo'lib, bir millatlik katolik diniga e'tiqod qiladigan Polsha bilan Rossiyani birlashtirib, Germaniyaga qarshi turishni qo'llaydi. Ba'zilar Polsha dehqonlar harakatining qurg'uvchisi Vinsenti Vitosning tarixiy tajribasiga asosan mustaqil yerga ega dehqonlar sinfining davlatning siyosiy turmushidagi halqiliq rolini tashabbus qiladi. Bu siyosiy guruhlar o'zlarining programmalarini o'zgartirib hamda yengilab davrning ehtiyojiga moslashdi. Shunga türi ko'p bo'lgan siyosiy guruhlarning maydonga kelishi tarixning takrorlanishi uchun aslo yetarlik bo'lmaydiganligini oddiy holda tushuntirib berdi. Masalan, konservativlar erkin tijoratni tashabbus qilganda Reagan hukumati va Thatcher xonim hukumatining iqtisodiy jihatdagi g'alabalarini naql qilib, bu Polshadagi kun siri ig'irlayotgan iqtisodiy krizisni bo'ysundirishning birdan-bir yo'li deb qardi. Boshqa partiya guruhlar bo'lsa, Shvetsiyani sotsial demokratiya jihatda natija qozongan ismi-jismiga loyiq o'rnak deb qardi. Ularning hammasi Polsha papasining ta'limotlaridan ma'naviy oziq oladi. Katolik dinining ijtimoiy aqidasi, bo'libmi kishilik qadr-qimmat hammadan ustun nazariyasining markaziy ideyasi har qaysining programmalarining markaziy mazmuni bo'lib qoldi. Nazariya ta'limotini qizg'in munozir qilish faqatla haqiqiy avom siyosiy turmushining asliga kelganligining bir xil ifodalanish shakli. Qanday qilganda millat taqdirini qaytadan kontrol qilg'ili bo'ladiganligiga qaratilgan munozara eng dag'dug'liq bo'ldi. Ba'zilar amaliy bo'lgan paydin-pay o'zgartishni qo'lladi. Hatto belgilik darajada hozirgi hokimiyat bilan hamkorlashishni o'z ichiga oladi. Agar hozirgi hukumat jamiyatning o'zini idora qilishiga hurmat qilsa hamda erkin ishchilar uyushmalarining mavjudligiga yo'l qo'ysa, shunda qiladi. Lich Walesa dal bu xil shaklni tashabbus qilguvchilarning vakillik shaxs edi. Buningdan boshqa bir qism partiya guruhlar faqat hozirgi hokimiyatni og'dirgandilar, ondan zarur bo'lgan islohotlarni yo'lga qo'yg'ili bo'ladiganligida ching turdi. Ular yangi qarshilashishdan saqlanғыл bo'lmaydi deb qardi. Sovet ittifoqi harbiy mudoxalasidan saqlanish uchun ba'zilar Sharqiy Yevropadagi ezilgan davlatlarning birlik saf qurishining zarurligini ta'kidladi. Bu nishonga yetish uchun ular Sharqiy Yevropa rayonlik o'qituvchilar ittifoqi tashkilot qurish uchun aktivlik bilan izlandi. Yana bir qism kishilar Sovet ittifoqi ichki qismidagi qiyinchilik Sovet ittifoqini bevosita harakat qo'llanishga amalsiz qo'ydi deb qardi.
Ular kesipla Kompartiya hakimiyetini özlügidən özgürüşü mümkün emas. Şuna bu hakimiyetni ağdırıp taşlaşqa tayyorlik qilish kerak dedi. Polşanın Silesiyada yuqorqi qarashdikilar nayt kuchlik qo'llashga erishdi. Bu ko'z qarashni intizomi qattiq, faoliyati qat'iy maxfiy tashkilot o'ttirg'i qo'ydi. Bu tashkilotning o'ziga to'limi mos kelgan Kurashjon ittifoq ishchilar uyushmasi degan nomi bor edi. Ammo mayli qaysi xildagi siyosiy xohishga ega bo'lsin, istiqyalik barliq kelgan siyosiy dialoglarda haqiqiy mustaqillikka bo'lgan seg'inish to'lib turadi. Polsha Kompartiyasining organ gazetlarimi bu nuqtani e'tirof qilishga majbur bo'ldi. 1988 yılı 1 ayının 31 günü Varshavada nashr qilingan Reallik jurnali intayin tüz pozitsiyada bu milliy arzuni qisqacha bayon qildi. Polshaning o'zining siyosiysi bo'lmaydi ekan, o'zining siyosati bo'lishi ham mumkin emas. Bu xil qarash jamiyatimizda moda bo'lib qoldi. Kishilar bizning sharqdagi qo'shnimizga yo'lindiganligimizga cho'nqur ishonadi. Bu qo'shni davlat Polshaning siyosatini belgilamoqda. Shunga Polshaning siyosiysi Polshacha alaydilikni yo'qotib, faqat Sovet ittifoqi siyosiyasining uzartilishi bo'lib qilib, Sovet ittifoqi siyosiyasining rolini joriy qildirmoqda. Kishilar balki bu xil qarash asosligi o'qituvchilar qo'llaydigan qarash deyishi mumkin. Lekin bu qarash milliy ongga cho'nqur singib ketgan. Bu qarash o'tmishdagi xo'rsinish va ikki qatimliq urush davrlaridagi aslimlarga hamroh bo'ldi. U vaqtlarda ikkinchi jumhuriyatning mustaqil siyosiysi bor edi. Hech qanday yot biri buyruq tushirolmaydi. Polsha siyosiy turmushining asliga kelishi texmi cho'nqur ham muhim natija paydo qildi. Yeni bir avlod siyosiy sarxillarning qad ko'tarishidan derak bermoqda. Ular hamon bir kuni hozirgi Kompartiya hukmronlarining o'rnini muqarrar oladi. Bu o'xshashlar cho'nqur ahamiyatga ega ilgirlashdir. Stalinizmning asosiy alayliklarini tozalab qolmasdan, yana Leninizmning asosliq alayliklarini mo supurib tashlaydi. 80 yillarning o'ttirlarida Polsha endi faqat Kompartiya a'zolari siyosiyga qatnashishga vakillik qiladigan ijtimoiy qatlamdagi siyosiy qaqosliq emas edi. Sovet ittifoqining qo'llashida Kompartiya yanala hokimiyat yurgizayotdi. Ammo Kompartiya endi siyosiy ideya, siyosiy turmushni yoki nurg'un kishilar qarg'inidek davlatning siyosiy istiqbolini deb monopol qila olmaydi. Buningdan sirt Polsha Kompartiya a'zolarining o'zidami o'zgarish bo'layotdi. Bu hokimiyatga rahbarlik qilayotganlar bir qism oqso'ngaklar bilan qandosh bo'lgan kasbiy harbiylar edi. Gerçi ular sepi o'zidan Kompartiya a'zosi bo'lsa-mu, lekin ularning so'z harakatları kishilarga yuzaki holda davlatning tarixi bilan zich munosabatlik ma'lum ta'sirot qoldiradi. Bu jihatda Polshaning urushdan keyingi dastlabki mezgildagi Kompartiya rahbarlik guruhi boshqacha bir qiyofatda namoyon bo'ldi. Ular sirtdan kelgan ta'limotga ishonadi. Hatto asosligi yot millatlardan tashkil topgan edi. Moskvaga xushomat qilib turadi. Vujizich, Jaruzelski ularga o'xshamaydi. Shakllanib bo'lgan siyosiy raqobatda siyosiy sodiqlikni qo'lga keltirish uchun bu generalning hokimiyati axborot va kitoblarni tekshirish tuzumini zo'r darajada bo'shatishga majbur bo'ldi. Bo'lmasa, maxfiy nashriyatchilik texmi gullanib ketadi. Ammo bo'shatishning badali bo'lsa, kishilar texmi ochiq-oshkor holda davlatning cho'ng ishlari hamda ilgirki cheklangan masalalarni muzokara qilib, hukumatning ideologiyasini yanama ilgirlab suslashtirdi.
Darvaqa 80 yillarning o'ttirlariga qadar hukumatning ideologiyasi qanchalik darajada zarbaga uchirganligini jazmlashtirgili bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Stalinizm təltöküz, hatto hukumatning gumoniga uchirdi. Stalinizmg'imi faqat ig'izda madilab qo'yish bilan bo'ldi qildi. Sovet ittifoqliqlar bilan tang o'tkazgan xotirlash faoliyatlarida texmi shundoq bo'ldi. Shundoq qilib, hokimiyat yurgizgich partiyaning ta'limotining mohiyati tushuniksiz mujmal bo'lib qolmasdan yana ba'zi jihatlardan kishiga an'anaviy aloyidlikka ega Polsha sotsializm nazariyasini asıltıdı. 1987 yılının o'ttirlarida Polsha Kompartiyasining organ İddivi Nazariya oylik jurnali bo'lgan Yangi yo'l jurnalining 6 sonidagi bir maqola bu xil ideya xohishiga vakillik qildi. Gerçi bu partiyaning noma'lum bir nazariya xizmatchisi yozgan maqola bo'lsa-mu, bu jurnal intayin cho'ng sahifa ajratib maqolani bosdi. Mazkur maqola an'anaviy Leninizmning sotsializmga bo'lgan tushuntirishini qattiq tanqid qildi. Maqolaning beshida ko'rsatilishicha, Polsha qilayotgan islohot kishiga tezginligil bo'lmaydigan ta'sirot berdi. Ya'ni bugungi jamiyat va iqtisodiy faoliyatlar asoslanadigan har xil prinsiplarning to'g'ri xatoligi muzokara qilishimizga arziydi deyilgan edi. Yangi yo'l jurnali mushundaq orqa ko'rinishda hozir yo'lga qo'yilayotgan tuzumlarning asosiga bo'lgan asosliq farazlarni qaytadan tekshirish zarur ekanligini yana ilgirlab aytdi. Ya'ni ham sotsializm ijtimoiy turmushning yuqori darajalik shaklini barpo qiladigan, odamni ekspluatatsiya qiladigan hodisani yo'qotish, tashqi mablag'ning ekspluatatsiyasini yo'qotish, ijtimoiy barobarsizlikni yo'qotish, ishsizlikni yo'qotish, ma'rif yetishmaslik, davolash, saqliqni saqlash, kamchil bo'lish, uy, makonsiz qilish qatorliq ijtimoiy kasalliklarni yo'qotish. Ratsionalizmning har xil shakldagi irratsionalizmdan g'alaba qilishiga kapolatlik qilishidir. Partiyaning bu jurnali yana ilgirlab, bu programmani yo'lga qo'yayotgani 40 yil bo'ldi. Unimi qandoq bo'ldi deb so'rdi. Partiyaning nazariya zuvani bo'lgan bu jurnal nayt tuzli javob berib, to'limi afsus, bizning bu mezgillarda jazmlashtirilgan javob berishimiz nayt tas dedi. Hatto maqolada Kompartiya hukumati hozir yo'lga qo'yayotgan siyosatlarning nurg'un jihatda burunqi tanqidga uchirgan shaklga qaytib kelganligini yana ilgirlab e'tirof qildi. Masalan, asli kelayotgan xususiy mulkchilik, chet el mablag'ini jalb qilish, bozor mexanizmini kirgizish, kirim farqini cho'ngaytish, ishsizlik hodisasini qabul qilish, dinga e'tiqod qilish qatorliqlar. Maqolada qilcha azoblanmagan holda bu bizning bundaq islohotlarni qilayotgan vaqtimizda sotsializmdan yuz o'rayotganligimizdan derak beramdi yo'q deb so'rdi. Savolning javobini yuqorqi tadbirlarni o'z ichiga olgan nihoyatda uzun muddatlik tuzilma islohoti elib borgandan keyin ondan chiqarg'ili bo'ladi. Bu islohotlarning hammasi unumini o'stirish, texmi yuqori aktivchanlikni joriy qildirish hamda haqiqiy ijtimoiy odillikni amalga oshirish nomida elib berildi. Hatto hukumat davron qilgan atizmmi chetga qiqildi. Chunki dinning axloq qarshi bilan sotsializmning nurg'un o'rtaqliklari bor. Diniy dunyo qarshi sotsializmga foydaliq. Shunga sotsializmning aktivlik bilan diniy dunyo qarashga qarshi turishining hech qanday asosi yo'q. Maqolada yana davlatning hammaga qodir rolini yanama ilgirlab inkor qilib, tovandan yuqorigacha bo'lgan aktiv ro'yini tashabbus qildi. Maqolada ijtimoiy to'qinishlarni suhbatlashish va murassa orqali hal qilish, huquqdorlarning besim hodisasini rad qilish cho'qim tuzumlashgan
maddalar to'liq va halqasimon tuzilma qurish kerak deb qardi. Ya'ni ko'p xillashgan tuzilma. Nopozliq jurnal Yeni Yolning qarashicha, islohotga qarshi turg'uchilar sotsializmni chakkanlashtirib etgan. Ular hozirgi huquq tuzilmasini saqlab qilish dal sotsializm deb qardi. Buningdan sirt maqolada partiyaning bu xildagi amaldorlari bu xil shaklda tafakkur va harakat qiladi. Xuddi sotsializmning mohiyati nima maqsad uchun huquq yurgizish emas, balki nuqul huquq yurgizish deb qaraldi. Yeni Yol jurnali eng oxirida bu ko'zqarash huquqning o'z ichiga olgan boshqa muhim ma'nolarni tortib oldi. Vosita maqsadga aylanib qoldi deb qardi. Bu meg'izliq so'zlar Leninizm mirosining mohiyatini tanqid qilib, huquq tutayotgan kompartiya rahbarlarining haqiqiy muddaosini to'g'ri echib berdi. Shunga yana bir polshilikning 1987-yili 8-oyning 22 kuni va 23 kunlari nashrdan chiqqan Varshava gazetida tashabbus qilib, marksizm va katolik dinining ijtimoiy ideyasi bir-birini o'zaro to'liqlaydi deyishi qilcha ajablanarlik emas. U yana sotsializmlik qadr-qimmat hammadan a'lo ko'z qarshi Polshada kishining qalbiga cho'nqur singib kirdi deyish orqali bugungi papillarning tashabbusi va aqidalari bilan hukumat ta'limotining o'zaro moslashgan ahvolini maqtaydiganligini bildirgan. Bu so'zni qilishda asosligi taktiki jihatdan o'ylashni chiqish qilgan bo'lsa-mu, chunki bu davlatda mutlaq ko'p qism kishilar katolik diniga e'tiqod qiladi. Yana kelib katolik dini papsimi ularning qerindishi bo'lg'achqa, shunga katolik diniga alayda sadoqatmanlik shakllangan edi. Ammo bu so'z kommunizmning materializmlik va atizmlik nazariyasining mohiyatini saqlang'ili bo'lmaydigan darajada chiritdi. Buning bilan birga yana muhim raqobat organi Rim katolik dini jamiyatining jalb qilish kuchini kuchaytdi. Partiyaning axborot vositalari va nazariyachilarining o'zlik xatoligi ustida o'ylanishi bir vaqtda marksizm, leninizm ta'limotining Polshada tezlikda suslashish musofasini ilgari surdi. Bu xil suslashtirish kelgusida ehtimol kompartiyaning o'zining paydinpay o'zgarishini keltirib chiqarishi mumkin. Gerçi hozirgacha bo'lsa-mu, lekin bu xil kelgusi yanıla naytiguva. Amaliyotda Sovet kompartiyasi bilan o'xshamaydigini Polshada hokimiyat yurgizayotgan partiyaning kommunizm harakati allaqachon uyg'ongan hamda o'zlik eng'iga ega jamiyatning qiynishiga kun sari uchrayotdi. Asta, ammo eng oxirida hal qilg'uch rol o'ynaydigan siyosiy islohotning zarbisiga borgan sari bardoshlik berolmaydigandek qiladi. Polshaning an'anaviy siyosiy madaniyati bilan texmi moslashgan ideologiyaga o'zgarib ketadi. Bu musofa shak shubsizki to'sqinlikqa uchirdi. Hokimiyat beshidagi byurokratlar huquq sapig'iga o'lgichi yepishib qo'yib bermadi. Ular qo'llangan bir usul mazkur hokimiyatdagi islohot harakatini pat-pat bostirib va tahdid selib turadi. Keyin yana islohotning asosliq mazmunini o'zining qilib oldi. Gerçi har qitimliq islohot to'lqini azdur ko'pdur Stalinizm binosining o'lini tavritib qo'ygan bo'lsa-mu, bu vosita 50-yillar, 60-yillar va 70-yillarda önümünü ko'rsatdi. Leninizm, Stalinizm tuzilmasini paydinpay ojizlatish 80-yillarning o'ttirlarida Polshada ilib berilgan zo'rur, texmi cho'nqur islohot Stalinizmning qalduq sistemasiga bevosita tahdid soldi. Hatto Leninizmning asosiy mohiyatiga, ya'ni nazariya aqidasi bilan qattiq tashkillanishi
bir gavdalashib ketgan ideya sistemasiga bevosita tahdid soldi. Lekin hozir qilishga tegishlik islohot doirasi intayin keng bo'lib, iqtisodiy huquqni qo'yib etishga ehtiyojliq. Siyosiy turmush haqiqiy ko'p xushalliqqa muhtoj. Jamiyat shaxslarga o'zining ijodkorligini to'liq ifodalash fursati berishga ehtiyojliq. Shunga Jaruzelskiy va uning rahbarlik qatlami ilgirkilarga qaraganda texmi qattiq mushkulotga duch keldi. Gomulka hamda keyingi Edvard Geirik mo'yim huquqlarni ching tutish bilan birga ozroq yo'l qo'ydi. Ba'zilari hatto cho'ngroq yo'l qo'yish bo'lib, shunday qilgandila kommunizm binosini saqlab qola oladi. Bu yo'l qo'yishlar kollektivsizlashtirishni yo'lga qo'yish. Ammo iqtisodga qartilgan umumyuzlik siyosiy kontrollikni saqlab qilish, diniy jamiyatlar bilan inoq o'tish, ammo yanala ommaviy medialarga hukumatning tekshirishi va monopol kontrollikini yo'lga qo'yish, ba'zi siyosiy o'qitishchilarni sig'dirish, ammo qattiq bostiradigan hukmronlik vositasini mustahkam tutish qatorliqlar. O'zaro selishtirganda Jaruzelskiy texmi mushkul tanlashga duch keldi. Ya ijtimoiy iqtisodning ilgirlamay bir izda to'xtab qolishini davomli saqlab qilish, bunda qilsa siyosiy jihatda cho'ng portlashni keltirib chiqardi. Ya bo'lmasa keng ko'lamda siyosiy va iqtisodiy ko'p xillikni yo'lga qo'yish. Bunda qilganda Kompartiyaning monopol huquqiga tahdid soldi. İttifaq ishchilar uyushmasi davri qizg'inligini qo'zg'agandan keyin va harbiy boshqarish ikki qutblashishni keltirib chiqargandan keyin qisman islohot qilish talabini qondira olmaydigan bo'lib qoldi. Bir vaqtda kommunizmlik tuzilmada uncha ko'p tangshash imkoniyati qolmadi. Harbiy boshqarish qonunini yo'lga qo'ygan bir mezgil ichida jamiyatdagi susluq va siyosiy jihatdagi holsirash Polsha Kompartiyasiga dam elish fursati berdi. Yuzak qaraganda Polsha Kompartiyasining huquqi hatto to'limi mustahkam ko'rinadi. Ammo buning bilan bir vaqtda bu davlatning asosiy ijtimoiy iqtisod masalasi texmi ig'irlashdi. Tanlığılı bo'ladigan tadbirlar yo'qning o'rnida qoldi. Iqtisodni asliga keltirish uchun cho'qim bozor tangshash mexanizmini kirgizish kerak. Hatto Jaruzelskiyning kasbiy iqtisod maslahatchilari bu nuqtani e'tirof qildi. Ammo bu musofani yo'lga qo'yishni siyosatdagi ko'p xillikdan ayirib etkili bo'lmaydi. Iqtisodiy ilgirlashni qo'lga keltirish uchun cho'qim so'zlashish va munozirni qanot yaydirishdan iborat bu prinsipni asos qilib, oshkor siyosat turmushni qabul qilish kerak. Jamiyatning o'z-o'zini ozod qilish harakati siyosiy turmushni mustaqillikka erishtirdi. Ammo tuzumlashtira olmadi. Ham hukumatning rasmiy e'tirof qilishiga erisha olmadi. Amaliyotda burunla mavjud narsani qonuniy jihatdan e'tirof qilish cho'qim tuzilmaga mohiyatlik o'zgartish qiladi. Bu taqdirni belgilaydigan bir sakrash bo'lib, hokimiyat yurgizayotgan amaldorlar tabiiyla bu sakrashdan qo'rqidi. Kompartiya a'zolarining siyosiy ko'p xillikdan qo'rqishi faqatla ularning ideologiyadagi cheklamaga uchirganlikdan bo'lib qolmasdan, ular alayda imtiyozlardan ayrilib qolishdan qo'rqidi. 39 million nopasga ega o'rta darajalik Yevropa davlatida ko'p qitimliq xalq rayini sinashga asoslanganda faqat 10% kishilarla bu hokimiyatga yesdoshlik qilgan. Lekin dal bu davlatda mutlaq ko'p sonliq ijtimoiy muhim xizmatlar maxsus partiya a'zolariga qoldirilgan. Hukumatning siyosat haftaligi jurnali 1988-yili 5-oyning 14-kuni oshkorlashicha, davlatning 1,2 million boshqarish xizmati o'rnining
900 mingini partiya a'zolari egillagan. Bu jurnalning qarshiga asoslanganda bu ahvol a'zo umumiy soni faqat 2 milliondan oshadigan partiyaning 50% a'zosi boshqalarga rahbarlik qilmoqda edi. Bu jurnalning xabariga asoslanganda 1986-yili 444 odam eng yuqori qatlamdagi boshqarish o'rniga tayinlangan. Ularning ichida 94,3% odam partiya a'zosi ekan. 3dan 2 qism Polsha universitetlari mudiri, 5dan 4 qism o'rta boshlang'ich maktab mudirlari hamda 4dan 3 qism sayya sistemasining mas'ullarimi partiya a'zosi ekan. Jamiyatning haqiqiy ko'p xillashgan siyosiga bo'lgan talabi kundan kunga kuchaydi. Bu cho'nqur yiltiz tatgan alayda huquqqa tahdid soldi. Qatma-qat muasirda qolgan hokimiyatning jamiyatning o'z huquq manfaatini qo'g'dash talabiga qaytirgan inkosi ijtimoiy ko'pxillik uqumini tashabbus qilish bo'ldi. Jarozelskining rahbarlik gruppasiga o'zining siyosiy jihatdagi ojizligi va jamiyatga yetimligi nihoyat aniq edi. Kreml sarayining amdi bostirolmaydiganligini aniq tushunadi. Bir vaqtda yana g'arbning iqtisodiy yordamiga erishishni qattiq umid qildi. Shunga intayin majburlangan ham ikkilangan bo'lsa-mu, ammo yanala siyosiy jihatda yo'l qo'yishga boshladi. Jarozelskiy maslahatchilar komiteti qurib, o'zining maslahatchilar organi qildi. Organning a'zolari asosligi mustaqil tafakkur qilish bilan dangliq partiyasiz zotlar edi. Bu komitet har xil ijtimoiy barobarsizliklarni, ya'ni garchi bevosita tuzilmasimi ravonlashtiradi. Aslida qattiq maxfiy saqlangan nurg'un masalalarga hukumat tekshirish qilmaydigan bo'ldi. Garchi hukumat yo'li bilan bo'lsa-mu, siyosiy o'qituvchilarning o'zlarining qarashlarini e'lon qilishiga ruxsat qildi. Mustaqil klublar va munozir guruhlari zo'r turkumda barliq kelib, haqiqiy siyosiy turmushning asliga kelishini ilgari surdi. Pat-pat yuz bergan hukumatga qarshi namoyishlarmi ba'zida kengchilikka erishdi. Ehtimol namoyishni ijtimoiy yo'qotish tuyg'usini chiqarishdagi bexatar klapan qilgan bo'lishi mumkin. 1988 yilning o'ttirlarida o'zliksiz yomonlashayotgan iqtisodiy vaziyat hukumat bayonotchisi, katolik diniy jamiyati vakillari va yerim maxfiy ittifoq ishchilar uyushmasi rahbarlari orasida astoydil munozir qilishni ilgari surdi. Munozirning mazmuni asosligi krizisga qarshi yoki islohotga moyil mamlakatlik ittifoq qurish imkoniyatining bor yo'qligi edi. Yo'l qo'yishlar bu hokimiyatning ojiz mohiyatini aks ettirdi. Iqtisodiy jihatda mag'lubiyatga uchirdi. Ideologiya jihatda qaymoqib qoldi. Hokimiyat yurgizayotgan partiya sotsializmlik ko'p xillashish niqobi ostida Leninizmning huquqini monopol qilganligi va Stalinizmning siyosiy turmushini umumyuzlik bostirdigan davrning endi qaytalanmaydiganligini e'tirof qildi. Ammo hokimiyat beshidagi partiya tashabbus qilgan sotsializmlik ko'p xillashish bilan o'zini ozod qiladigan ijtimoiy talabidagi demokratiyaning ko'p xillashishi bir-biridan yiroqlab ketdi. Jamiyat hokimiyat beshidagi partiyadan tanqid qilish va fikr berish huquqini elishni talab qilib qolmasdan yana siyosat belgilashga qatnashish huquqini qo'lga keltirish hamda eng oxiri asosiy siyosiy tanlash huquqini qo'lga keltirishni talab qildi. Shunga sotsializmlik ko'p xillashish bilan demokratiyaning ko'p xillashishi orasida mohiyatlik farq bor. Huquqdan o'rtaq bahramon bo'lish masalaning muhim nuqtasi. Bu Leninizm bilan sotsial demokratizm o'rtasidagi muhim farq.
Keyingi bir qancha yil ichida bu burilish nuqtasi barliqqa keladi. Buning bilan birga bu hokimiyat ya komediyalik yemirilishi kerak. Bu cho'qimlar Sovet ittifoqining aralashishini keltirib chiqardi. Ya bo'lmasa tuyuqsiz keng ko'lamlik bostirish siyosati yurgizish kerak. Bu ehtimal ommaning qo'zg'aling'i va siyosiy ittifoqining aralashishini keltirib chiqarishi mumkin. Buningdan sirt, Polsha Kompartiyasining mumkinchiligi cho'ng bo'lgan istiqboli bo'lsa, chet el majburiy tangan alaydilik yanamo ilgirlab, ojizlab, siyosiy jihatda polshilashishni paydin-pay amalga oshirishi mumkin. Bu hokimiyat Stalinizmni allaqachon oshkor inkor qildi. Leninizmni mo faqat ig'izli himoya qiladiganligini bildirdi. Buningdan boshqa Polsha tuzilmasidagi Sovet ittifoqi alaydiligi davomliq ojizlamoqda. Shunga Polsha bilan burun yo'lga qo'ygan Sovet ittifoqi andisi o'ttirsidagi daz texmi cho'nglaydi. Amaliyotda uzun o'tmayla Polshaning kommunizm tuzumi faqat eng yuqori rahbarlik qatlamidala haqiqiy kommunizmlik xarakterini saqlab qoldi. Kommunizmchilar ular ilgari inqilobchilar edi. Lekin hozir inqilobchilarning hukmronlari shundoq qilib o'zlarining hukmronligiga bevosita qarshi turgan birinchi bosqichliq inqilobda mag'lub qilindi. Bu bosqichni Italiyaning marksizmlik nazariyachisi Antonio Gramsci to'liq muvofiq holda ko'z qarashlarning kurash qilish bosqichi deb bekitdi. Uning nazariyasiga asoslanganda keyingi bosqich davlat apparatlarining o'ziga ommaviy hujum qilish bosqichi edi. Dal mushu jihatda kommunizm iqtisodining mag'lubiyati demokratiyani ko'p xillashtirish kuchlarining maxfiy 5-chi kolonnasi bo'lib qoldi. Bu mag'lubiyat kompartiya amaldorlarining kurashchanligini yo'qotdi. Ommadan ayrilib qoldi. Eng oliy siyosiy rahbarlik qatlamimi kunsiri yetim qoldi. Bular Polsha Kompartiyasi rahbarlik guruhining siyosiyni monopol qilish huquqidan paydin-pay voz kechmas bo'lmaydiganligini yoki ma'lum paytda hammani supurib tashlaydigan inqilob zo'ravonligiga duch keladiganligini ifodalab berdi. Davomi bor.